Rossiya mediası anlattı deb turib, Xitoy hukumatining zivonidan chiqqan xabar. Amerika Avam palatasi rasmiy qaror chiqarib, majburiy emgak bilan shug'ullangan hamda Xinjiangning mahsulotlarini import qilishni cheklash qonunini ma'qulladi. Ya'ni shuning bilan birlikda Amerika davlati Xinjiangni bana qilib turib, 428 ovoz bilan nolga qarshi kuchli ovoz bilan Xalqaro Olimpik komiteti Xitoy davlati bilan hamkorlashdi. İnsan huquq ahdnomasiga xiloflik qilgan degan qarorni qonun qilib ma'qulladi. Yana bir qaror bo'lsa, rasmiy shaklda qaror ma'qullab, Amerika davlati Beijingning qishlik olimpik tanharkat yig'iniga qatnashmaslik qonunini ma'qulladi. Qisqagina bir kun ichida Aqsaray hukumati Xitoy davlatiga 3 cho'ng siyosiy kozir bilan bizga bisim qildi. Ham Aqsaray hukumati Xitoy hukumatiga qarta umum hujum qildi. Amerika davlatining sababsiz ig'vogarchiligiga duch kelgan Xitoy davlati, ya'ni davlatimizning Savdo ministrligining bayonotchisi Gao Feng bugungi muxbirlar yig'inida qattiq norozilik bildirib turib, shuni jakaladiki, Amerika davlatining yo'lsizlarcha davlatimizga qaratgan bu ig'vogarchiligiga biz Jungo davlati bo'lish sifatimiz bilan kuchli holda qarshi turamiz dedi. Ya'ni shuni ta'kidlab dediki, agar Amerika davlati yanala davomli inson aqli qabul qilinmaydigan ishlarni davomlashtirsa, u chog'da Xitoy davlati zarur bo'lgan tadbirlarni qo'llanib, qaytarma jazo yurgizish bilan hujumga o'tamiz degan. Bulturdan boshlab Amerika boshchiligidagi g'arb davlatlari uzluksiz har xil qonunsiz tadbirlar bilan haqiqatni burmulab, so'z cho'chak tarqitib, bizning beshimizga Uyg'urlarni majburiy emgakka soldi, ya'ni irq qirg'inchilik qildi degan qalpoqni beshimizga kaydirib, shu orqali Jungo davlatining ichki qismiga ziddiyat urqini chechib, xalqarada bo'lsa Jungo davlatining obraziga jundi chashmoqchi bo'ldi degan. Ya'ni shuning bilan deydiki, garchi biz har xil tadbirlarni qo'llanib turib, bu haqiqatlarni isbotlagan bo'lsaqmi, ularning o'ydirib chiqqan paketlarining oldida hech nimaga arzimadi. Chunki Amerika davlati cho'ng davlatlar orasidagi raqobatda davomli ishiltadigan eli nayranglarini qandaqmi to'xtatsin, yana qandaqmi kishilik huquq masalasi degan bu kozirdan qandaqmi voz kechalisin. Amerika davlati kishilik huquq degan bu safsata bilan dunyoga jar silib, Amerika davlatiga eksport qiladigan butun Xinjiangdan ishlab chiqargan mahsulotlarni cheklamoqchi bo'lyotdi. Amaliyotda yanalam iqtisodiy jihatda Jungo davlatiga jazo yurgizmoqchi bo'lyotdi. Yig'ib aytganda, Xinjiangga nisbatan birinchi qadamda Xinjiangdan chiqqan yerlik paxtani cheklash, 21-asrdagi g'arb dunyosini markaz qilgan to'qimchilik sanoatining palash bo'lishi, 2019-yili Jungo davlati dunyoning eng cho'ng to'qimchilik sanoat markaziga aylangan. Bundaq natijalarga erishishning birdan-bir asosining sababi Xinjiangdan chiqqan yuqori sifatlik paxta bo'lib hisoblangan. Shuning uchun Amerika davlati bizning mahsulotlarimizga zarba berib, yana bir jihatdan texmo qabih bo'lgani Xinjiangdan pishiqlab ishlab chiqqan paxta mahsulot zanjirining nurg'unlagan ishsiz masalasini hal qilgan bo'lsa-mu, yana bir jihatdan yerlik xalqlarning kambag'allikdan qutulish masalasiga yordam bo'layotgan masalalarni to'xtatmoqchi bo'ldi. Paxta mahsulotini ichiga olgan Xinjiangdan chiqqan nurg'un mahsulotlarni qo'shib, to'xtatib, bozorda setilmaydigan holatga keltirmoqchi. Ya'ni mazkur rayonlarni qaytadan nomratlashtirib, orqaga chekindirmoqchi bo'ldi. Shuning bilan birlikda ziddiyat tug'dirib, Jungo davlatining to'qimchilik sanoatini butunlay barbod qilmoqchi bo'lyotdi. Amerikaning bundaq bir chammada ikki paxtakni so'qadigan siyosati Amerikaning davlat majlisida yuqori ovoz bilan ma'qullandi. Bu kishini hayron qoldiradigan ish emas. Amerika hukumati kishilik huquq masalasini bana qilib turib, qishliq olimpik yig'inni boyqut qilmoqchi bo'ldi. Ham Xitoy davlatiga besim paydo qildi. Kishilik huquq masalasidan boshqa yana Amerika yana plan tuzib, demokratiya uchrashuv yig'ini ichib, ochiq-oshkora shaklda har qanday imkoniyat tadbirlarni qo'llanib, davlatimizning butunligiga to'salg'u paydo qilmoqchi. 2022-yildagi
davlat bexatar qonuniga Xitoy davlatiga taqobil turadigan nurg'unlagan moddalarni kirgizmoqchi. Uch qilib aytganda, Amerika davlati Xitoy davlati bilan tirkashmoqchi. Umuman ilib aytganda, Joe Biden hukumat beshiga chiqqandan keyin eng shiddatli 24 soat bo'ldi. Birli vaqtida 3 tarafdan bizga hujumga o'tdi. Shuni ochiq ko'rib olgan bo'ladiki, Washington mushu vaqtida o'zining kontrolligini yo'qotdi. Amerikaning siyosatchilari burnining uchidan ko'ryotdi. Ular uzoq bo'lmagan vaqt ichida Xinjiangning paxta mahsulotidan arilib qolsa, qanchalik osal holatga tushib qolganini his qiladi. Ya'ni kelib bizning xalq ozodlik armiyasi bilan uduliga kelib tirkishning o'zi bir aqlsizlik deb qaraymiz. Yuqorqi xabarlar bo'lsa, Xitoy hukumatining zivonidan tarqalgan xabarlar.